tinch va hamjihat bo'ladi. Mahallalar rivojlansa, men har safar aytaman, butun mamlakatimiz yuksaladi. Shularning barchasini hisobga olib, 2026-yilning yurtimizda mahallaning rivojlantirish va jamiyatning yuksalish yili deb e'lon qilishni taklif qilaman. Desam tilginam sayron bo'lgani bo'lgan, yurtim desam tilginam xandon bo'lgani bo'lgan. Chamanimning chiroyi gul oftobi guloyi, yuragimning bir joyi rayhon bo'lgani bo'lgan. Qadr